Nima masala bo'ldi? Aliment masalasi bo'yicha kelgandik. Ha, aliment masalasimi? Menga qarang singlim. Endi bu ham oyligini ola olmagandir. Vaziyatiga qarab sizga taxlab beradi shu alimentingizni. Kechirasiz. Men olishim kerak emas. Men bu kishiga berishim kerak aliment. Nima? Ha, shunda bachansiz tug'ganda? Yo'q, men tug'madim. Bu kishi tug'di, menga tashab ketdilar. Shundan keyin mana katta qilib shuncha qildik bachani. Biron marta xabar olmadilar. Shunga endi aliment so'rab keldik. Qanday boqasiz bachani? Oq sut berib katta qilgan bachani. Ana u. Bizlar ham qiziqda, u sutni qanday berdingiz? Yo'q, echkini suti edi. Shu echkini sutini berib mana shuncha qildik. Menga qarang singlim. Bo'lmasa bu ham bir ojiza erkakda. Endi bachaniz gechchin sutini berib katta etgan. Bering shuni alimentini to'lang tezroq. Hay, beraman. Yaqinda Rossiyaga ketibman. Bir yil ishlab keling, so'ng hammasini to'layman. Yo'q, 1 yil bo'lmaydi. Har oy to'laytirasiz menga. Men Rossiyada har oy qanday tashlayman? Tez pay. Tez pay? Avo, tez pay. Tez paydan Rossiyadan to'xtab O'zbekistonga bemalol pul yuborsa bo'ladi. Qaymi? Bundan tashqari mana uyda gaz yog'ozi, to'kam o'chgan. Soliqdan ham qarz bor. Shularni ham to'laysiz. Tez paydan to'lasa bo'ladi. Qaymi? Ha, ana shuni aytmoqchi edim. To'g'risi bizning xotinam Rossiyada. U ham shu tez paydan tashlaydi menga. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Hamkasb akamiz, aka.